Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Tayvan hökumətinin Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa və Qurultay İcraiya Komitetinin rəisi həm Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat əfəndilərə qarşı uzun illərdən bu yan yürgüzüb gələn Tayvan kiriş çəkilməsini əməldən qaldırışı və Dolqun Aysa bilan Ömer Qanat əfəndilərinin 6 sentyabr günü heç bir tosalğıya uçurmay Tayvan getib berişi Tayvan mətbuatlarının güclük diqqətini qozğadı. Gözətkiçilər Tayvan parlamentinin Xitayning şuncha güclük təhdidlərə pisan qılmay ötən ilning oxiri Uyghur irqi qırğınçılığını qəbul qılıb qarar ma'qullaganligini bu qitim Tayvan hökumətinin Dolqun Aysa bilan Ömer Qanatning Tayvan kirish chekliməsini əməldən qaldırğanlığının kommunist Xitay hakimiyyətinin yüzüge urilgan yana bir qattiq qaçat ekanligini ifoda qilishmoqda. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, Tayvan parlamentining raisi Yosikun əfəndim Dolqun Aysa bilan Ömer Qanat əfəndilərini 7 sentyabrdan 8 sentyabrgacha Tayvan parlamenti bilan Amerika Diniy erkinlik komitetining o'rtaq sahibxonligida və özünün bevosita riyosatchiligida Taybeyda o'tkaziladigan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'iniga bevosita taklif qilgan bo'lib, Yosikun əfəndim bu jarayonda Tayvanning munosabatli hukumat organlari bilan ko'p qatim uchrashish elib berib, hukumat tarafdan Dolqun Aysa bilan Ömer Qanat əfəndilərə yurgizilgan Tayvan kirish chekliməsini bekor qilishni və ularning bu qitim Tayvanda chaqirilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'iniga qatnashishiga ruxsat qilishni talab qilgan. Natijada yig'in boshlanishidan burun Tayvan hukumati cheklimini amaldan qoldirgan va Dolqun Aysa bilan Ömer Qanat əfəndilərə tamojnada hech qanday qiyinchilik chiqarmagan. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, Dolqun Aysa va Ömer Qanat əfəndilərini Taybey aerodromida Tayvan parlamentining mas'ul xodimlari qizg'inlik bilan kutib olgan. Dolqun Aysa va Ömer Qanat əfəndilər Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel əfəndi bilan birga 7 sentyabr günü Tayvan parlamentida parlament raisi Yosikun əfəndi bilan maxsus ko'rish elib berib, uning Uyg'ur irqi qirg'inchiligining Tayvan parlamenti qabul qilinishida va o'zlarining Tayvanga to'silg'isiz holda kirishida ko'rsatgan zo'r tirishchiligiga alohida rahmat bildirdi va uningga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida qisqacha ma'lumot berish fursatiga erishdi. Dolqun Aysa va Ömer Qanat əfəndilərinin istansimizga bildirishicha, bu qitim Tayvanda chaqirilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, shundaqla Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan majburiy dinsizlashtirish qilmishlari yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'lgan. Bu qitim yig'inga dunyoning har qaysi ellaridan parlament a'zolari, diniy liderlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va yuqori darajalik hukumat arboblaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan bo'lib, Nuri Turkel əfəndim yig'inning 7 sentyabrdagi ichilish marosimida qilgan so'zida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarini amaliy misollar orqali eskartib o'tish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. Xitoy qarshi xalqaro parlamentarlar birligi IPACning ijro direktorini o'z ichiga olgan yuqori darajalik arboblarmi yig'inda qilgan so'zlarda Uyg'urlar masalasini alayda tilga olib o'tgan. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen navbatda Afrikada ziyorat bo'layotganligi uchun uning vakolatan Tayvanning muavin prezidenti yig'inning ichilish marosimida so'z qilib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan aziz mehmonlarni qizg'in qarshi olganligini ifoda qilish bilan birga, insonlarning diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashning muhimligini alohida ta'kidlab o'tgan. Dolqun Aysa əfəndim yig'inning 8 sentyabr o'tkazilgan diniy e'tiqodni qo'g'dab qilish uchun xalqarodagi faoliyatlarni qanday kuchlantirish kerak degan muhokama bo'limida Uyg'urlarga vakolatan so'z qilib, BDTning va xalqaro jamoatchilikning parvosizlik tufaylidan Sharq Turkistonning vaziyatining kundan kunga og'irlashib berayotganligini, buningdan jasorat olgan Xitoy raisi Shi Jinpingning yaqindala Urumchi ziyoratida qilgan so'zida Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatidan aslo voz kechmaydiganligini va bu xil siyosatni yanada kuchaytiradiganligini, islom dinini xitoylashtirish qadamini yanada tezlatadiganligini butun dunyoga chakarlaganligini eslatib o'tish bilan birga, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'sib qilish uchun xalqaro birlik safining va hamkorlikning to'liq zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yig'in jarayonida Dolqun Aysa, Ömer Qanat, Nuri Turkel va Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash davlat əfəndilar dunyoning har qaysi ellaridan kelgan yuqori darajalik arboblar bilan keng doirada uchrashib, Uyg'ur masalasi haqida suhbatlashish imkoniga erishdi. Germaniya matbuotlarida 5 sentyabr parlament binosida o'tkazilgan marosimda rasmiy qurilganlik e'lon qilingan Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasi haqidagi analizlar va talash-tortishlar davom qilmoqda.
Germaniyaning eng nopuzluq matbuotlarining biri hisoblangan Germaniya davlatlik radiosi Germaniya ovozi tarafidan 5-sentabr kuni bu haqda e'lon qilingan xabarda Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining 11 nafar a'zosining oldimizgi mezgillarda Germaniya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qarorlar sunish ehtimolligining nihoyat kuchli ekanligi bayon qilingan va ularning tizimligi e'lon qilingan edi. Germaniyaning Erkin Demokratlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Germaniya parlamentida yangidan qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisi Peter Hayt Germaniyaning Frankfurt xabarlari gazetining ziyoratini qabul qilib, Germaniya parlamentining kelar yili Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni umid qilganligini aytgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Peter Hayt yana Xitoyning jazo lagerlarini cho'qim taqish kerakligini aytgan. Peter Hayt mundaq degan: Kishilik huquq komitetida biz Uyg'urlarning vaziyatini uzoqdan buyon bir taraf qilib kelyapmiz. O'tgan yili men komitetning Tayvan va Yaponiyani ziyorat qilish umkiga boshchilik qildim. Biz u yerdan Xitoydan qochib chiqqan Uyg'urlar bilan ko'rishdik. Keyinroq Yeshillar va Sotsial Demokratlar partiyasidagi xizmatdoshlarim bilan parlament guruhi qurish o'yimiz kuchaydi. Uningdan sirt biz federatsiya hukumati bo'lish sifatimiz bilan Xitoy strategiyasida kishilik huquqni tilga olyapmiz. Meningcha, buningdan keyin ulgu bo'lish yaxshi ish. Biz Xitoy hukumatining bizni ahmoq qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz bu temada davomli ishlaymiz. Peter Haytning matbuotlarga bildirishicha, navbatda Germaniyadagi nurg'un kishilar Xinjiangda yuz berayotgan ishlarni yaxshi bilmaydi ekan. U yana buni oydinlashtirishning intayin muhim ekanligini bildirib, biz Xitoydagi Uyg'urlar vaziyatining naqadar andish qilarlik ekanligini oydinlashtirmoqchi hamda bu temani qayta parlamentda o'tirib qo'ymoqchi degan. Amerikaning Qozog'istondagi elchixonasi tarafidan o'tkaziladigan 3 kunlik bir faoliyatga qatnashish uchun elchixonaning alohida taklifi bilan 6-sentabr Olmaotaga yetib kelgan Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idrislar Olmaotada Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'iston rahbarlari, vakillari va Uyg'ur jamoatlari bilan keng doirada uchrashib, suhbat olib bordi. 7-sentabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojambardi, qurultoy ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov va qurultoyning Qozog'istondagi vakillarining o'rinlashtirishi bilan Olmaotada Roshan Abbas va Abdulhakim Idris apanlarni qarshilash suhbat yig'ini o'tkazildi. Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislarni 6-sentabr Olmaota aerodromida qurultoyning sobiq muavin raisi Abdurashid Turdiyev boshchiligidagi bir qism qarindoshlarimiz qizg'inlik bilan kutib olgan. Shu kuni ular milliy qahramonimiz G'ani Boturning tuproq beshini ziyorat qilib, uning ro'yiga Fatiha o'qigan. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq oliy maslahatchisi Rizo Samidi boshchiligidagi bir turkum jamoat arboblari bilan uchrashib suhbat olib borgan edi. 7-sentabr qurultoy vakillari tomonidan o'tkazilgan qarshilish marosimida so'z qilgan Roshan Abbas xonim o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundaq dedi: Bugün şu sorunu tüzgen bizdeki erken başlık Dünya Uygur Kurultayı'nın Almuta'daki, Kazakistan'daki vekilleri, anadaki başkanlarımız, rahberlerimiz, hanım kızlarımız, ziyadelerimiz, hemenlere rahmet. Biz vatenden ayrılıp Avrupa devletlerinde yaşavatımız, hayvanla boğanlar. Benim ahir ketimiz bir ketim, ikinci ketim geçsin. Birinci ketim Almuta'da kelgen vaktim 95 yıldı. 28 yılın aldılar. 28 yaş vaktimdi. Şu vaktidə misali bir məqsəd bilan kelgan Dünya Uyghur yaşları bir fəaliyyətini qılımız deb mansətlişim, Dolqun İsa və başqa dünyanın hem yerden kelgan Fransiya, Germaniya, Amerika hemimiz bir şey yığılgan top. Şu vaqtida men Şinjan Üniversitetida 1985 yılı 12. ayının 12. gündeki şu çoğun namayışda birlikte mörnümörü getirip şu namayışını orunlaştırgan saklaştırım bilen bir şey görüşken şu vaqtida biz planımız bilen kelgan geçilmoqchi bo'lgan yig'inimiz kechilmay bir madaniyat kechiligiga aylangan. So'zga chiqadiganlar so'zlayolmagan. Naqshini boshlagan vaqtida bir yosh inimiz ismi Abdurashid dedim, ben 2-3 gündür bir izleyicilik tapdım o inimizni. Mayli parvoyim palak degan naqshni aytgandi. Shu naqshida men shunda qattiq ta'sir qildim. Çünkü ben o vaqtida Amerikada 89 yılı beri şu g'arb ellarda yashayotgan u yerda millatimiz yo'q, qarindoshlarimiz yo'q, hozirgidek Uyg'urlar yo'q. Shu vaqtida men baga vaqtimda 89 yılı barmoq bilan sanaytdim.
mana shtatda bir Uyg'ur ketdi, yana bir shtatda bir Uyg'ur oilasi bor ekan. Shu bu yerga kelib, shu qarindishimizning og'zidan shunday bir siyosiy sharoitda mayli parvoyim palak, xalqim menga yor yo'lak degan shu jumlani anglagan vaqtimda ajoyib hayajonlandim. Mana bu qitim yana shunday o'xshash hissiyatda bo'lyapman, ularni ko'rib, biz bu yo'lda xalqimizdan madad olamiz. Mana bugungi kunda millatimizning beshiga shunday bir qora kun kelgan vaqtida atrofimizga qarasak, dunyoda 200 dak davlat bor. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini to'liq Uyg'urlar uchun ovoz chiqib so'zlayotgan davlatlar soni 20 ga yetmaydi. Dünyada 8 milyardga yaqin inson bor. 7,8 milyard. Onun içinde Uyg'urlar uchun chiqib so'zlayotgan mayli dunyo sahnasidagi liderlar bo'lsin, mayli tanlıq sanatçılar bo'lsin, tadbirkorchilar bo'lsin, jurnalistlar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin, so'zlayotgan Uyg'ur uchun ovoz chiqarayotganlarning soni 8 mingga yetmaydi. Bu yüzden bizning üstümüzge tushgan vazifa, biz vatanimizning kelgusini, istiqbolini tayyorlab shu yo'lda jangga otlangan vaqtimizda, shuningki sharoitni hazırlagan vaqtimizda dunyo miqyosida Uyg'urni to'laydigan davlatlarni qo'lga keltirishimiz, Uyg'urlar uchun gap qiladigan siyosiy yo'llarni, liderlarni qo'lga keltirishimiz lozim. Şunun için biz şu 3-4 yıldan beri Abdülkemişkimiz 30 dek devlet beriptik. Onundan başka köylülerde bizden liderimiz, reisimiz Dolqun İsa uyda tüzük olmaydı, ailesi bilen, balları bilen. Dünyanın her yerinde bizge okşaş şu məqsəd bilen yügrep şuydu. Biz her yolda birbirimizni toluqlaymiz, birbirimizge güç kudret verimiz. Hem sizlerden biz şu kudretni, şu işarətini bizlerden alırız. Birinci gün gelgen vaxtda etrafımızga qarab baxsaq, xuddi Xitay güçlənib ketib qalğandək, Xitayning gibi gap bo'lib ketib qalğandək, biz Uyg'urlarning gapimizni qildigan bir bizga ega chiqadigan bir kuchlik davlat qolmagandek his qilamiz, ammo undaq emas. 5 yilning oldida Xitoy irqiy qirg'inchilikni boshlab, Üstün kömürleyin kazanlı okşaş Uygurlarını ben yok kılıp etmen, hiç kimden haberi olmaydı. Ben maksimum gitmen diyende, bugünkü günde Xi Jinping bir diktatör, irqiy qirg'inchilik yurgizguchi, bir insoniyatning dushmani deb tanildi. Agar 5 yilning oldida Xitoy taraqqiy qilgan, shundoq bir xalqi tirishchan, ham bir yerda bir yo'lda dünya ekonomiyasiga asos qo'shayotgan bir davlat deb bilingan bo'lsa, bugungi kunda Xitoy davlati bir diktator, bir irqiy qirg'inchilik yurgizguchi davlat, insoniyatning dushmani, bütün g'arb davlatlarining g'arbdagi diplomatiya va demokratiyaning dushmani, kelgusining dushmani deb tanildi. Mana shular shu Uyg'urlarning qilayotgan xalqimizning ajri. Eğer bununki birinci qurboni vatanda lagerda yetayotgan, turmalarda qiynalayotgan, issiq qonlari bilan badal to'lagan, mening hadam ichida bo'lgan millionlagan xalqimiz bo'lgan bo'lsa, qolganlari o'sha chet ellarda har qanday sharoit, har qanday davlatlarda o'zining zimmasiga tushgan vazifani o'rinlab, ba'zilari oshkora, ba'zilari yoshirin, bazıları uçuk aşkara sakinlerde aldığı olsa, bazıları keynide, hemmisi özünün bir kişilik burcu bilen kılıvatkan hizmetlerinin neticesi. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi 5-sentabr kuni Xitoyning yaqinda e'lon qilgan yangi davlat xaritasiga qarta ifoda bildirib, Amerikaning Xitoy talash tortishdagi nurg'un zamonlarni o'zining qilib olgan bu xaritani e'tirof qilmaydiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Vedant Patilning aytishicha, Amerika Xitoyning yaqinda e'lon qilgan yangi davlat xaritasi ba'zi davlatlarning noroziligini qo'zg'alganiga diqqat qilgan.
Vedant Patil Amerika Tashqi ishlar ministrligining 5-sentabrdagi kunlik axborot yig'inida mundaq degan: Yangi xaritada ifodalangan Janubiy dengizdagi chekitlik liniyaga nisbatan Amerika nurg'un davlatlarga o'xshash bu xaritada aks ettirilgan qonunsiz dengiz talabini rad qiladi. Xitoy hukumati 8-oyning 28-kuni o'zining yangi o'lchamlik davlat xaritasini e'lon qilgan. Xaritada Xitoy Hindiston chegarasi va Janubiy dengiz qatorliq talash tortishga ba'zi joylar Xitoy zaminiga kirgizilgan. Bu Hindiston, Malayziya, Filippin qatorliq davlatlarning noroziligini qo'zg'agan edi. Vedant Patil Xitoyning 1982-yildagi BDT dengiz okean ahdnomasida ko'rsatilgan Janubiy dengiz ham boshqa rayonlardagi dengiz okean huquqiga doir belgilamalariga amal qilishni talab qilgan. O'xshash bir vaqtda yana Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoyning yangi davlat xaritasiga qarta ifoda bildirgan. Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Pat Ryder 5-sentabr seshanba kuni muxbirlarga "Şoңlashqa Amerikaning rayondagi ittifoqdoshlarimiz ham sheriklarimiz bilan zich hamkorlashib, ularning egalik huquqini qo'g'dashga yordam berdiganligini ko'ryapsiz" degan. Uning aytishicha, bu xarita Xitoyning xalqaro egalik huquq tushunchasini qalayimqonlashtirish jihatiga izchil harakatining davomi bo'lib, o chegarani qayta ayirish uchun yangi holat yaratmoqda ekan. Amerika Davlat Xavfsizlik komitetining strategiyalik moslashtiruvchi amaldori John Kerry bu ayning boshlari Amerika ovozining ziyoratini qabul qilganda Amerikaning Beijingning saxta dengiz okean tashabbuslariga davomli zarb berdiganligini aytgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.